Assalomu alaykum. Bugun boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining maqsadi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Keling, rejalarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, boshlang'ich ta'limda o'qituvchining o'rni va ahamiyati. Ikkinchisi, kompetentlik tushunchasi va uning mazmuni. Uchinchisi, fanning asosiy maqsad va vazifalari. Va to'rtinchisi, o'qituvchining kompetentligini shakllantirish yo'llari. Boshlang'ich ta'lim inson hayotidagi ilk va eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bola nafaqat yozishni va o'qishni, balki jamiyatda yashashni, muomala qilishni, axloqiy normalarni ham o'rganadi. O'qituvchining roli quyidagilarda aks etadi. Bolada bilimga qiziqish uyg'otadi, tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi. Har bir bola bilan individual ishlaydi. Oilaviy muhitni ham hisobga oladi. O'quvchilar o'rtasida do'stona, mehribon muhit yaratadi. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat kasbiy bilimga ega bo'lishi, balki pedagogik mahorat, sabr-toqat, mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarni ham o'zida mujassam etgan bo'lishi lozim. Kompetentlik bu insonning bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llay olish qobiliyati, ya'ni bilim, tajriba va qadriyatlarning uyg'unlashgan shaklidir. Pedagogik kompetentlik quyidagilardan iborat: kasbiy bilim, pedagogika, psixologiya, metodika, didaktika bo'yicha bilimlarni o'z ichiga oladi. Metodik ko'nikmalar, darsni samarali rejalash, turli usullarni qo'llash. Shaxsiy sifatlar, muloqotchanlik, sabr-toqat va tashabbuskorlik kabilar. Innovatsion yondashuvlar, texnologiyalardan foydalanish, yangi metodlarni qo'llay olish kabi ko'nikmalarni o'zida shakllantirish. Masalan, kompetent o'qituvchi har bir bolaga individual yondasha oladi, o'quvchini rag'batlantiradi va zamonaviy metodlarni o'z ishida qo'llaydi. Fanning asosiy maqsadi talabalarda zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'qituvchisiga xos kompetentliklarni shakllantirish, ularni kasbga puxta tayyorlashdan iboratdir. Ushbu fanning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi: o'qituvchilik kasbining ijtimoiy ahamiyatini tushuntirish, kasbiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, talabalarda ijodkorlik va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish, interaktiv metodlardan foydalanishni o'rgatish, o'zini o'zi baholash va o'z ustida ishlash madaniyatini rivojlantirish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib ishlashni o'rganish. Kompetentlikni shakllantirish uzluksiz va bosqichma-bosqich davom etuvchi jarayondir. Bu jarayonda talabaning o'zi faol bo'lishi kerak. Shuningdek, kommunikativ, axloqiy va texnologik kompetensiyalarni rivojlantirish ham bu jarayonning muhim qismlaridan hisoblanadi. Kompetentlikni shakllantirish yo'llariga quyidagilar kiradi: amaliy mashg'ulotlar, maktablarda kuzatish va darslar olib borish. Portfolio yuritish, bu o'zining yutuq va kamchiliklarini qayd etib borish. Refleksiya, o'z ishiga baho bera olish ko'nikmasiga ega bo'lish. Mustaqil o'qish, kasbga doir kitoblar, maqolalar, zamonaviy resurslar bilan ishlash. Trening va seminarlar, yangi yondashuvlarni o'rganish, mentorlik, tajribali o'qituvchilardan o'rganish kabilardan iborat. Shunday qilib, ushbu mavzu uchun mo'ljallangan ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.